Ikki daryo o'rtasi keng dasturxon. Tuz totgansan, tuzligingni unutma. Dasturxonni belbog' qilib o'stirgan o'zbek o'g'li, o'zligingni unutma. Sadarayxon bukilgani so'lgani, er yigitning egilgani o'lgani. Yo'l bermagil dushmanlariga kulgani. O'zbek o'g'li, o'zligingni unutma. Assalomu alaykum. Efirda Qahramon loyihasining navbatdagi soni. Suhbatlashishimizdan oldin siz bilan biroz tanishib borsak, umuman yoshlikka qaytsak, bolaligingizni bir xotiralasak-da. Yoshligimda shu yonimizdagi maktab, mahallamizdagi maktabda o'qidim. 10 yil maktabni bitirgandan keyin san'atga ozgina qiziqardim. Rubob, tor chalishlarga qiziqardim, sal qatnashib yurib, keyin 6-Golbanitsada madaniy saroy bo'lardi. O'sha yerda 3-4 yil qatnashdim. Juda qiziqardim san'atga. Futbol o'ynab turardi yoshligida. Qishlar yaxshi bo'lardi, tizagacha qorlar bo'lardi. Qishlarda xokkey o'ynardi. Yozlarda bahordan boshlab kech kuzgacha futbol o'ynardi. Sportga ham qiziqardi. Keyinchalik mana shu musiqa, san'at sohasida ketdingizmi yoki yo'q, kasbingiz o'zgardimi? Taqdir taqozosi bilan shu armiyaga safarbarlik bo'ldi. Shu bilan o'zi qaytishimga ovozlar o'zgarib, tomonni shamollatib qo'ydim-da. O'shandan keyin ovozlar, bariton ovoz edi, o'zgarib ketdi ovozlar. Endi o'yda torim bor edi, doiralar, ruboblarim bor edi. Bir-ikki xirgoyi qilsam o'xshamadi. Ovoz yo'qolib o'tdi. Keyinchalik avtobus shofyorligi o'qidim. Avtobus 4-avtokorxonada 20 yil ishladim uzilmasdan. Keyinchalik taksoparkka o'tib ketdim. Oilada 6 ta farzandmiz. 3 o'g'il, 3 qiz. O'rtanchasi o'g'illardan manman. Yoshligimda endi men o'qil kinolarni ko'rganimda kaskadyor bo'lgim kelardi. Shu otdan sakrab, poyezdlardan sakrash, shunaqalarga qiziqardim. Endi hech turtki bo'lmagan, shu narsaga erisha olmaganman. Bolalik sho'xliydi, baribir ham shu o'rtoqlarim chaqirib kelishardi, chiqib o'ynardi futbol. Maktab yaqin yonimizda. Shu qishlarda kanki uchardi u paytlar. Qish yaxshi bo'lardi-da. Xokkeylar o'ynardi. Demak, 18 yoshingizda harbiy xizmatga chaqirilgansiz, safarbar etilgansiz. Umuman o'sha paytda oila a'zolaringiz bunga qanday qaragan? Endi armiyaga safarbarlik hamma qatori, oshna-og'ayniz qatori menga o'sha poveska deymiz o'sha paytda ma'lumotnoma kelgan. Soat 10 ga yetib kelasan voyenkom orqali. O'sha kuni bordim. Komandaga yozishdi. Tayyor bo'lib turasan, bir haftadan keyin yana chaqiramiz deyishdi. Endi ota-onamiz rahmat, Alloh rahmat qilsin, nima deyishgan? Mayli borib kela qol, yigitlik burching deb kuzatishga harakat qilishgan. U paytda armiya burch bo'lgan, burch hisoblangan. Hamma borish shart edi. O'sha davrda Afg'oniston dahshatlari degan fikrlar bo'lgan. Baribir Afg'onistonda urushda qatnashib qaytib kelayotgan insonlardan eshitgansizlar. Afg'oniston urushi qanaqa darajada u haqidagi hikoyalar baribir eshitilgan. Mahallalararo shunaqa paytda shu Afg'oniston dahshatlari deganda ko'z oldingizga nimalarni keltirgansiz? Lekin bilib haqiqatan aytgazdek bilib eshitib yurardim. Mahallada ham ikkita okaxonimiz armiya safida emas, ikkita okaxonimni bilardim. O'shalardan so'rab surishtirganimizda haqiqatan Afg'onistonda shu jang anaqalar olib borilayotganini gapirib berishdi. Lekin men o'zim Afg'onistonga tushishimni bilmadim. 1981-yil 2-oktyabrda o'sha chaqiruv qog'ozi keldi. Voyenkomatga bordim. Qizil qalam bilan yozib oldi. Hayron bo'ldim. Qizil qalam bilan yozgan voyenkom.
Keyin ruschalab завтра к 9 palon joyga kelasan deyishdi. Sborniy punktga. Xo'p dedim. Keyin o'yda xayrlashib, ertaga olib ketsa kerak dedim. Qatga bolam dedilar onam, rahmatli. Oyijon bilgan dedim. Yetishmadim dedilar. Yo'q, yetishmadi dedim. Ertaga soat 9ga o'sha nima degan sborniy punktga borishim kerak ekan dedim. Ha, xo'p deyishdi. Ertasiga sborniy punktga bordim. Mana aviasozlar ko'chasida. Nima uchun aynan qizil qalamda yozib qo'yishgan? Bu spetskomanda ekan. Tuzilayotgan spetskomanda imini o'sha Afg'onistonga tayyorlanayotgan yigitlardan o'shalar orasida ekanman. O'shaning uchun o'sha voyenkom qizil cho'chga familiyam tegib chizib qo'ygan ekan. U spetskomanda hisoblanadi. Qo'rquv bo'lganmi? Endi qo'rquv qachon boshlandi bizda? Mana shu birinchi snaryadni ko'rgan tovushini eshitib, birinchi snaryadni nima deydi? Tuzini tatamaguncha bu narsani His qilmagansiz. his qilmadim. Faqat shu gum qiladi, band qiladi deb o'ylayverardim. Lekin hayotda u haqiqatan uchta snaryad boshqacha ekan. Akamlar borib kelganlaridan keyin men bir 3 yildan keyin armiyaga ketdimda. Endi u paytlar men bilmasdim, men yoqqa borib qolishimni tasavvur qilolmaganman-da hech. Aqlga sig'maydigan narsalar bu. Armiya ekan deb, endi armiyaga chaqirganmiz. Boqorda ketishim kerak edi, отсрочка bo'lib qoldi, o'qishim bor edi. O'qish bilan qilib 6 oy qolib ketganman bolalardan. O'zim tengdoshlarimdan qolib ketganman. Shu kuzga qilib qolganman, tushib qolganman. Mana shu Tuzelga kelganimizda men telefon qilganman-da uydagilarga. Mamamga olib kelishdi bizani. Keyin uydagilar kelishgan. 2 soatga meni olib ketishgan uyga. Komandirlardan ruxsat olib. Uyga kelganman, hammani yig'ilgan uyga o'sha. Ha, Afg'on ketyapti bu ham. Taqdir ekan. Oyimlar shu aytganlar, peshiningda bor ekan, bolam sani ham. Endi oyi dedim, men qaytib kelaman. Xavotir olmanglar. Akam qaytib keldi, men ham qaytib kelaman. Shindon chaqiriga tushganmiz. Polkda ozgina bo'lganmiz. Karantin bo'lib. Keyin Faraqrut degan joyga bizani jo'natib olishgan. Faraqrutda ham ozgina bo'lganmiz, keyin bizani tochkalarga bo'lib olishgan. Tochkalar Afg'onistonda mana shu o'rab olganda tochkalar zastavalar bo'lib, shu tinchlikni saqlash uchun, dushmanlardan himoya qilish uchun bu xalqqa. Tochkada xizmat qilganmiz, 13 ta bola bo'lganmiz u yerda. Svet yo'q, suv yo'q. Mana shu suvni aruvlardan olib ichardi. Svet yo'q, ani pilila yoqib o'tirardi kechasi. Ertalab qamaldan burnimizga qolib qolib, mana og'izlar qolib qolib, mana qilib artib yuvib, mana qilib kun kechirganmiz u yerda. 1-2 marta pakusheniya ham bo'lgan bizning tochkalarga. 1,5 soat ular bilan otishma bo'lgan. Bizning tochka eng oxirgi tochka edi, Perevalda turardi. 1 kilometr nariyoqda o'sha Perevalda tog' orqasiga o'tib ketadi. Yo'qda kim bor biza bilmaymiz endi. Oxirgi tochka bizning. Misol shunaqa zadaniyaga chiqdiki, narka trassa o'tgan ekanda, bizning garnizon atrofidan 2,5 kilometrmi, 3 kilometr chiqadigan tuyalarda, eshaklarda yuklab narkotik olib o'tishadi. O'sha davrda samolyotdanmi, anaqa vertolyotdanmi razvedka daniylar kvadratini berishgan. Biz ularning yo'lini to'sishimiz kerak ekan. Kechasi chiqib ketdik, kechasi 2,5 da cho'lda bir emayligimiz, 1,5 kilometr, 200 metr, 300 metr bir sekin yuramiz, oyoqda yana emayligimiz, shunaqa starshidan biroviga itoat qilib boraverdik. Oxiri o'sha berilgan kvadratga yetib bordik. Keyin starshidan birov berdi, sen okkupatsiyali qumga bosh barobar qumga yotish kerak. Ko'milish kerak, yumron qoziq qo'shib. Bilinish kerak emas, taniysiz. Ko'rinish kerak emas dushman tarafga. Hali hech narsadan xabarim yo'q. Ularni okkupatsiya degan ekan, ko'milgan degan ekan. Qum bilan ochib, o'racha qilib yotdik. Yotdim endi.
bir 20 haftadan keyin yo tarafdan dushman tarafdan otishma boshlandi. Birinchi grantometni urishdi. Grantometni ovozi baland avtomatga qaraganda qulog'im shang'illab yotyapman dedi. Kaska bilan o'zimni bekitib. Starshidan ogoh qarab turadi. Palonchi yeb o'zingni yo'qotma. Bu senga imtihon. Men prikaz bermagim uchun boshinglarni ko'tarmang dedim. Buyruq berdi. Men shunaqa qilib birinchi razvedniy operatsiyadan birinchi marta oyoq qo'lim qaltirab qaytib kelganman. 3-4 kunlardan keyin yana razvedkani ma'lumoti kelgandan keyin bizdan 8 ta odam yig'ishdi. Yana tish tirnog'icha qurollandik. Granatalar, avtomatlar. Bir 20-18 minutdan keyin otishma boshlandi. Ana endi otishma biza 8 ta bo'lsa, ular 400 ta. Bizga razvedka noto'g'ri ma'lumot berilgan. Endi guruh ko'rilgan, razvedka ko'rgan vertolyotdan misollarda olinadi. Ko'rgan kadri 20 ta, 200 ta, 160 ta soldat bo'lgan yo'dan. Nayoning soldat bo'lgan dushman tarafdan. Endi ularga biza borguncha yana qo'shimcha qo'shilgan ekanda. Juda katta bir anaqa ular ham boyo'y operatsiyani boshlashgan ekanda. Biza 8 ta loz xuddi 9-rota kinosiga o'xshab oxiri qurshovda qolib ketdik. Ikkitasi yiqildi. Yiqildi deganim kontuziya ranение oldi. Ismat degan og'aynimiz shunda yotgan joyda snaryad ushladi, granata snaryad chochilib ketdi. Starshilarni rastrelyatsiya rебята dedi, o'zingizni yo'qotmanglar dedi. Vashi земляк dedi, o'zinglar taniysizlar dedi, jasadini terib olinglar dedi. Endi взрыв paket degan narsa bor. Bitta bu yoqda bint bo'lardi, o'randi. O'sha bintlarni 8 ta, 6 ta qilib taxlab, hali raning bolalarni olib taxlab kabar yasadik. Oyoqni oyoqqa, qo'lni qo'lga, tishlarni tishga qilib, yuz yarmi yo'q, qop-qora qon suyak yarmi yo'q. Shu og'ayni terdikda chaqaloqqa o'xshab, yo'rgaga o'xshab yo'rgaydi. Figurasini qilib bunday o'rab, o'rtaga starshidan katta dedik. Latlarda da sabiraymiz dedi. Yuradiganing, oyoqda yuradiganing yuklarni ko'taringlar, bayib pripasni ko'taringlar, orqaga qaytaramiz deydi. Yaxshi bizlarga yordamga vertolyot kelib qolgan ekan. Chordayakola deyishadi. O'sha kelib shu dushmanlarni sal orqaga отступление qilishga majbur qilishgan, bizga sal bo'lsa yengillik bo'lib qoldi deb. Birinchi ko'rgan dahshatim shu. Kelganimizdan keyin haqiqatan birimizga dalda berib, qanday tushuntirsam bo'ladi. O'zini qandaydir ovutish kerak bo'lgan. Kimdir kaskasiga bekilib yig'ladi, kimdir avtomatini suya qo'yib yig'lab o'tirdi. Men ham shu bir chetga borib sal bir 10-15 minut ko'z yosh to'kishga majbur bo'ldim. Boshqa iloji yo'q edi. Chunki cho'chib ketgan jasadni yig'ish juda og'ir. Bir kun bitta zadaniya bergan bizani komandir. Shu zadaniyani olib bitta BMP oldida biza ketyapmiz. Orqamizda bitta BTR поручение berilgan. Shuni ketayotganimizda yomg'ir urib yog'yotuvdi. Jala quyib yotuvdi mana shunaqa. Ushlatlar kiyib olganmiz, ish qilib shlimafonida. Oldimizda aruv o'tgan ekan, bir 2 metrli aruv. Shunda o'tishimizni bilamiz, dadaban qilib portlab ketganmiz. BMPda fugasga tushib qolganmiz, katta minaga. Bu BMPdan asar ham qolmagan, yarmi yo'q qolgan. Ag'darib olgan, yarmi yo'q. Endi biz 3 kishi edi u BMPda. Yonimda sherigim bir 20 metr nariroqqa uchib ketgan. U yerga tushgan loyga. Men o'sha urganda mana shu sakrab yana braniyaga tushib qolganman-da. Qaytib. Mashtimga askolkam tegan ekan.
yotib qolib ketganman o'sha yerda. Yonimizda bir yaqinroqda razvedchilik yurishgan ekan. O'shalar kelib bizani olib ketishibdi. Medsanbatga olib borishgan. Men bilmayman, aytib berishgan. Operatsiya bo'lganman. Shu miyamdan olib tashlashgan, mana skopga temir olib tashlashgan. Ishqatim ishlamaydi, yotibman-da. Bir 3-4 kun tura olmasdan yotganman mana shunda. Boshlarim boylangan. Mahmudlar ishqat ishlamaydi. Xuddi oyoq qo'lim yo'qdek yotganman. Keyin 3-4 kundan keyin sekin-sekin qimirlab, yurishni boshlab, oqsoqlanib, mana shunaqa amallab Kastelida yurganmiz ozgina. Endi o'sha yerda bolalarni ko'rganman-u, hayron qolganman-da, shundoq bittasini bir qo'li yo'q, bittasini bitta oyog'i yo'q. Ertaga bizga uyga deydi. Xursand-da. Qo'l oyog'i bilan ishi yo'q bularni. Uyiga, vataniga qaytayotganiga. Shu xursand bir-biriga mana shunday quchoqlab, men qarab yotaman bu yoqdan. Hayron bo'lyapman, meniki bormi, o'z qo'llarim, oyog'im qimirlatib qo'yaman. Qimirlayapti barmoqlarim bor ekan deb yotaman endi. Shularni ko'rib, endi bu vatanni qanaqa qadrligini ana o'sha yerda tushundik biz. Insonni ko'nglini ko'tarish uchun nafaqat yonidagi insonlarni tasalli berishi, unga yonida bo'lib turishi, balki oila a'zolarini qo'llab-quvvatlashi ham kerak bo'ladi. Mana shunaqa o'zingizni horg'in, yolg'iz his qilganlaringizda xatlar olganmisiz? Umuman shu xatlarni olganingizdan so'ng qanday holatga tushgansiz? Qanaqa qabul qilgansiz bularni? Xatlar bizga juda kamdan kam yetib kelardi. Mana masalan, soyuzlik chaslarda o'zaro uy bilan chas xat yozsa 3 kun 5 kunda yetib borsa, bizda 2 hafta 20 kunda yetib kelardi. Kech kelardi. Kelardi, qo'limizga kelib tushardi. O'shanda onam rahmatli yoki adam rahmatli yoki singllarim yozsa, xursand bo'lib, men ham darrov javob xati yozishga harakat qilardim. Lekin bizlarning ham yozgan xatlarimiz bo'tga kamdan kam yetib kelardi. Kamdan kam. Pochtoviy svязь yaxshi rivojlanmagani yoki front hisoblangani uchunmi Afg'oniston o'sha territoriya, chunki o'shaning uchun ham menimcha yetib kelmagan bo'lsa, etap o'tib kela olmagan. Tug'ilgan kun o'tgandan keyin onam rahmatli yozgan xatlari esimda. Bir she'r yozganlar. Bolam katta bo'lgan, techomam bo'lgan, lekin bilmasdilar bo'lgan. O'sha yurgan bilmasdilar. Otam bilardilar. Otamga sekin yozib berganman. Jo'natganman. Lekin onam bilmasdilar. Palava pochta nimagadir rosa so'raganlar odamlardan. Adam aytmaganlar, bildirmaganlar, yomon qolmasin ahvoli deb. Shunaqa saqlashga harakat qildik kunimcha. Shu tug'ilgan kunimga atab yozgan xatlari esimda. Eng esda qolgan xat o'sha edi. Rosa xursand bo'lganman. O'zimcha magnitofon bo'lardi, so'naydigan magnitofon. Kasetan qo'yib, qulog'ini balandroq qilib o'zim o'yinga tushib ketsam, garnizondagi sheriklarim chapaychalib hayron bo'lishdi. Qizingiznami hali xat deyishdi, sevgan qizingiznami xat yo'q dedim. Aytdim, mat pisal atsam, bazaravlanib. Keyin o'shani xursandchilik bilan ana qilganmiz, qabul qilganmiz. Onam juda ham bardoshli inson edilar. Xudo rahmat qilsin. 6 ta farzand biza. Akam armiyaga jo'natgandan keyin shu Afg'onga borganlarini eshitib, o'zlaridan nima o'tsa, o'zlari bildilar. Birovga bildirmadilar. Faqat pana joylarda yig'lab olardilar. Bu yerda bobolarimiz, buvilarimiz bor edi. Shularni duolari bilan har kuni duo qilib o'tirishardi. Har kuni pochtani poylardik. Pochtani qachon o'tishini bilamiz. Darvozani poylab o'tirishardi bobolarim, buvilarim. Xat kelarmikan deb
yig'lardilar-yu ko'rsatmasdilar. Yig'lasalar ham akam uchun yig'laganlarini bildirmasdilar. Mana biza uchunmi qanaqadir bir xatolik o'tib qolsami, yig'laganlarini ko'rsatardilar. Biz o'ylardik, biza uchun yig'layapti. Bizaga xafa bo'lib yig'ladilar deb o'ylardikki, lekin ichlaridagini bildirmadilar hech ham. Shunaqa inson edilar, adam ham Xudo rahmat qilsin. Shunaqa qilib ishga ertalab ketardilar. Kechqurun kelar, darvozadan kirib kelishlari bilan xat keldimi? Birinchi gaplari shu edi. Uydan xat kelsa xursand bo'lardi biza. Endi xat kelib turardi. Baqul payt bilmagan nimaga zaderchi bo'lib qolardi xat. Chislosi bor. Ancha o'tib ketgan bo'ladi chislosdan. O'qib shu xursand bo'lib o'qib o'tirardi, biza ham yozardi xat. Yotganimda ham o'sha bosib tilda anaqada men yaxshiman, xizmatim yaxshi deb yozib, mana qilib yozib yurganman-da. Ota-ona bu svetoy bu ota-ona. Bizani okamlar mana ketganlar. Men borib kelguncha ota-ona tomon bo'lganda. Odamga kuch bag'ishlaydi bu uydan kelgan xat. Shu xillab qo'yamiz bunday qilib. Baribir ham ota-onadan, uydagilardan kelgandan keyin biz endi qayoqdamiz? Bu xat qayerdan kelyapti? Uydan kelyapti. Shu saqlab yurardi cho'ntakda. Bo'sh payt bo'lib qolsa olib o'qib yana solib qo'yib berardi. Bu oila bizning mahallamizda juda ham faol, namunali oilalar sifatida turishadi. Mahallada ham bir tadbirlar bo'lsa, tadbirlarga birinchilardan o'zlarini ijobiy tomonlari bilan yordam berishadi bizga. Mana aka-uka yonma-yon yashashadi. Bularning akilchiligi, bolalariga mehribonligi, nevaralarga mehribonligini biz juda ham bir katta nima bilan eslab o'tsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Oilani, onalarini agar eslab o'tsak, bu hozirgi onalarimiz bolalarini bir oyga armiyaga jo'natishga ham og'rinishadi. Lekin o'sha paytdagi onalarni eslatsak, bu xonadondan bir emas, 2 nafar farzandlari qonli urushga yuborishgan. Unaqa onalar oldida biz bosh egsak arziydi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin bunday onalarimizni. Mana qaytib kelganingizdan keyin to'yga aylanib ketgan bo'lsa kerak. 89-yil qaytganmiz, biz Voyvodda chiqqanmiz edi. Shu kolonna bilan qaytganmiz. Peshonamda bitta narsa ham bor ekan, yana texnik degan odam bor, texnik. Shu praporchi. Mani BMP'mga chiqib olgan. U endi praporchi oxiri yuradi. Kolonnaning oxirida yuradi. Buzilib qolgan BMP'larni qarab yursa yurdi, yurmasa bolalarni bizaga olib ketardi. O'shanda ham oxiri qolib ketganmiz, uzilib qolganmiz kolonnadan. Endi shu Geratdan o'tib ketyapmiz, Xirot deydi, Geratdan. Bizani salarga turbalarni yorib tashlashgan. Gullab yonib yotibdi. Mana oralaridan o'tib ketganmiz. Endi ish qilib ketyapmiz uyga deyapman. Endi SSRga chiqsa bo'ldi uyda. Shu narsa bo'lib qolmasmikin yana peshonada bor ekan shu yana bir o'zim qoldim men bitta. Ya amallab yetib olganmiz kolonnaga, yetib olganmiz. Texnik o'zi haydagan BMPni vokzalga kelib tushganmiz poyezddan. Turkmanistondan kelganmiz biz. O'sha yoqqa olib chiqishdi. Azonda kelganmiz 3larda, 4larda. Chiqsa diplomatlar bilan endi medallarda hammasi chiroyli turibmiz, 5-6 ta bola kelganmiz. Taksistlar yopishib olganda shu. Bolalar bilan bir pas anaqa qilmoqchi edi, aylanib 12ga borib, unisiga borib kelmoqchi edimda. Shu taksist yopishib oldi, shu diplomatimni olib mashinasiga o'zim olib borib qo'yaman deb olib kelib qo'ygan uyga. Soat 4larda azonda kelganman uyga. Oynalarni taqillatganman buvimlarni. Bobo deb chaqirsam, bobomlar o'tib ketgan ekan. Men armiyadagilarga
buvim chiqdilar. Buvim kim bu? Man Faxriddinman. Qaytdim. Bolam deb ochib, sira suvini olishib, shunda uyiga kirsam, singllarim katta bo'lib qolgan. Ukam katta bo'lib qolgan. Bu kim desam, singling-ku, keyin-ku, namchi katta bo'lib ketdi bular. 2 yilda shuncha o'zgarib ketar ekan odam. Shunaqa xursandchilik bo'lgan ertasiga odamlar shu mol so'yib, xalqqa osh berib, xudoylar bo'lib, anaqa bo'lgan, xursandchilik bo'lgan. Oyimlar endi bo'ldi, yelkanlaridan tushgan tog'. Hamma 2 o'g'illari Afg'ondan borib qaytdi. Uyda bo'ldi. Mana shundoq qilgan. Inson baribir ichiga nimanidir yutib yashaydi, nimanidir faqat bu mening sirim degan tushunchada bo'ladi. Lekin uni kimgadir aytgisi, uni ham ichidan chiqarib yuborgisi keladi. Siz ham oxirgi davrlarda nimalarni aytmoqchi bo'lyapsiz, ammo ayta olmayapsiz. Har bir davlatda hech narsadan qaytmaydigan, urush holatini bilib, ko'rib yurgan gvardeyskiy armiya bo'ladi. Mana shu biza o'sha armiyani bir anaqasida xizmat qildik Afg'oniston janglarida. Ko'cha-ko'yda yurganimizda o'z ahliga tushunmagan odamlar so'rashadi. Sizlar shu Sovet davrida mana shunaqa bo'lgansanlar deb tarixga aylantiramiz deydi uni orqaga. Men undan sam bo'ldik o'sha Afg'onistonda. Nima qilar eding? Avtomatni aralab men otmayman deb qaytib kelarmiding? Avtomatni postni tashab, aralab ko'mib, qumga ko'mib qaytib kelgan soldatni qanday deb hisoblaysan dedim. Dezertirmi? Dezertir. Sotqinmi? Sotqin hisoblanadi. Ana shuning uchun og'ayni deyman, unaqa savollarni bermaydi deyman. Bizga hozir oldin lgotalar ko'p edi. Hozir ko'pini admin qilib qo'ygan. Gaz svetlar 50% edi, hozir 100% hamma bilan xalq bilan bir xil qo'yishgan. Endi ular o'ylamaydiki, bularni endi bizani misol uchun meni ishga olmaydi. Men faqat vaqtyor bo'lishim mumkin, qorovul. Darvozani ochib yopib turadigan bo'lishim mumkin. Boshqa ishga olmaydi bizani. Shu ko'chadagilar ular bilmaydi-da. Bu yoqqa borib kelgan odam biladi. Biz o'zi Afg'onlik xalqini himoya qilishga borganmiz u yoqqa. Men adamni juda ham yaxshi ko'raman. Bizani uchala farzand bo'lsak, uchalamizni ham erkalatganlar. Hech qachon bir-birimizdan kam qilmaganlar, bir-birimizdan aniq qilmaganlar. Rosa mehribonlar. Umuman bizani mana shu paytgacha mana uzatdilar, katta qildilar. Mana shu paytgacha hech qachon urushmaganlar-da. O'zlari oshlar qilib, narsalar qilib, o'zim qilib beraman sizlarga deb o'zlari narsalar qilib berishni yaxshi ko'rardilar. Yaxshi ko'radilar. Keyin maktabda ham adin qanaqa inson deysiz, adam urushda xizmat qilganlar, Afg'onda xizmat qilganlar deb maqtanardim, faxrlanardim. O'rdolarim voy deb mana qilishardi, hayron qolishardi. Urushda xizmat qilganlarim o'zlari aytib o'tirardilar, men mana shunaqa qilganman. Unaqa bundoq ko'rinishlarini qarasangiz, unaqa urushda xizmat qilganlarga o'xshamaylar-da. Qanaqa bo'lgan deb so'raymiz. Ja, qiyin bo'lmagan deb o'zlari kulib aytaverardilar-da. Unaqa yig'labmiz, kulib aytaverardilar-da. Har doim mana kelin bu yetganman, shundan keyin yaxshi ko'raman deb aytishni boshlaganman. Odam uzolashsa, yaxshi ko'raman deb aytish ko'p bo'lar ekanda. Masalan, narsa olib bersalar ham rahmat adajon deb ko'p bozorga olib tushardilar, narsalar olib berardilar. O'shalarda ko'p rahmat deb aytganman. Uyalardim, men sizni yaxshi ko'raman deb uyalardim-da. Adajon, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hammadan ham yaxshi ko'raman. Siz eng zo'r dunyodagi eng zo'r adasiz. O'zlari aytadilar. Men shuncha urushlarda xizmat qildim, men o'lmayman. Hech qachon o'lmayman. Kun keladi, baribir o'laman. Lekin hech qachon o'lmayman deb aytgan qiladi, gapirardilar-da. Men o'lmayman, hech qachon sizlarni oldinglarda bo'laman deb. Aytgan qiladi, gapirardilar. Yozib borilayotgan hayotingiz bir kitob qilib chiqarilsa,
Uning nomi qanday bo'ladi? O'zbek o'g'lonlari qahramon degan nom beradi. O'zbek desam jaranglagan tor kelur. Undan oldin nomus ila or kelur. Burgut kelur, lochin kelur, sor kelur. O'zbek o'g'li, o'zligingni unutma. Unutmagin nasabingni, zotingni. Umid bilan otang qo'ygan otingni. Asra, asra erta kungi zurriyodingni. O'zbek o'g'li, o'zligingni unutma.